qoch emasdi. Sizlar meni bo'ri hikoyasining davomini aytib bersin demoqchimi? Bechora bo'ri Yusuf alayhissalomning qarindoshlari qurgan qopqonga tushib qoldi. Ular uni bog'lab otinlarning oldiga elib berdi. Yaqub alayhissalom ularni bo'rini qo'yib qaytib ketishga buyurdi. O'g'illarning biri chiqib ketib etib, "Faqat bo'ling ota, bu bo'ri to'limi makkor" debdi. Uyda payg'ambar bilan hiliq bo'ri yolg'iz qolgan chog'da Yaqub alayhissalom yolg'on qoniga bo'yalgan Yusufning ko'ynagini qo'liga ilib, ko'ynakning to'qilmalariga sapsilib qarab, uning yirtilmagan, sapsaq ekanligini ko'rdi. Ondan ko'nglida o'g'lim Yusufning ko'ynagi sapsaq, yirtilmagan tursa, bu bo'ri uni qandoq yegandir? Bu mening xatoligim, hey bo'ri. Men Yusufning qarindoshlari uni o'zlari bilan birga ep chiqmoqchi bo'lganida, sizlar ko'may qolgan chog'da uni bo'ri yeb ketishidan ansirayman deb tikanman. Men sendan ansirashni Allohning uni saqlash va muhofazat qilishining oldiga qo'yibdiman. Shunga menga bu musibat keldi. Alloh meni sinab, Yusuf qo'limdan ketib, ular uning o'rniga seni akapdi, debdi. Ondan keyin u bo'rini bog'liqdan yishib qo'yib beribdi. Bo'ri o'zining qayta erkinlikka erishganligiga ishongisi kelmagan holda yugurib ketib qoldi. Bu bo'ri qayerga menishni bilmay yuguraveribdi. Yo'lda qandoq bir odamni uchratsa, uningdan qochadi ekan. Uning uchirganligi kishilarning hammasi Yusufni yegan bo'ri deb baqirgan peti, uning tosh yoki o'q etibdi. Yusufni yegan bo'ri! Yarangiz ig'ir emaskan. Allohning izni bilan tezlik yaxshi bo'lib ketadi. Meni bearam qilyotgan zulm hammaylar mening umrimni ko'rib boqmagan Yusufni yeganligimga ishonib ketdi. Yaqub alayhissalom sizning gunohsizligingizga ishongandikan bo'lmadimi? Menga adog'dek bo'lgan chig'imda bu yurtdan boshib chiqib ketaman. Bolalar dadlarga yolg'on etadigan, qarindoshlar orasini o'ch adovat qoplab ketgan bundoq yerda hargiz yashamayman. Nega borsiz? Misrning tog'lariga ketaman. Sizlarni birga ketaman. Biz o yerda jon boqqidek fursatga erisha olamizmi? Biz nada bo'lsak, rizqimizmi shu yerda bo'ladi. Oxir yetib keldik. Bu yerdan ketganimizga xeyli vaqt bo'lib qoldi. Lekin men bolaliqimdagi o'nkirni hargiz unutib qolmadim. Uzun menga berib Allohning qo'zi qochib ketdi. Yegudek ozroq bir narsa deb kelgan bo'lsangiz. Bu joydagi tog'larda to'shqan kiyiklar ko'p. Allohning izni bilan yaxshi narsalar bor. Bu tog'da bir hayvonning hidi yo'q. Acaba hammasi ko'chib ketganmidi? Asli ish mundoq ekanda. Bu yerga insonlar kelib emasmi? Tez bo'linglar, mahbuslar. Mush tashlarning hammasini parchalab bo'lishinglar kerak. Tez bo'linglar deyman. Tez. Qadim og'dagi olim qolmadi. Yerib qo'zig'im bak ichib ketdi. Ishni tugatmay turib, hech qaysinga tamoq yo'q. Tez bo'linglar. Ondaqda men bu ishning tugishini kutsam bo'g'dak. Mahbuslarning sonini oldingmi, ha? Davomli qechishni o'ylaydigan bir sarang yo'q. O cho'qim tog'ning ichida o'ladi. U hattoki bo'ri va tulkilarmi qechib ketgan bu vahimalik joydan hargizmi yigudak bir narsa topolmaydi. Ahvoldan qaraganda biz har qitam taq chiqqanda mahbuslarning sonini elishimiz zarur o'xshaydi. Shunda qilaylik. Bu nima? Pushirilgan tomoq. Furqaga chidab turg'ilim bo'lmaydi. Hayronman. İnsanlar o't buzib qo'ygan bu tomoqlarni qandoqmi yeyalaydigandi?
Eliqi böre söyümlük Peygamber Yusuf aleyhisselamның nuru çıkıvatkan zindanға yaqinlashibdi. Bu Peygamber bu türmüge zulüm qılınıp qamap qoyulgan ekan. Misr Azizining ayoli uning bilan munosabatda bo'lishni talab qilganda, bu Peygamber uning deginiga ko'nmay, Allohni g'azablantiradigan gunohni qilishni rad qilgachqa, u ayol uni zindonga tashlatqizgan ekan. Bu Peygamber zindonda yetibmi, zindondagi hamrohlarini yegona, hammani bo'ysundirg'ichi Allohga ishonishga da'vat qilayotgan bo'lib, mahbuslar bu Peygamberning atrofiga o'lishib olib, uning yaxshi so'zlaridan va Alloh qilgan da'vatidan ta'sirlanadi ekan. Biz әдәтеген балаларымызға оğlab бәгідек bir нәрсе tepilmaydigan bundaq taşlandık çaydan ketişimiz gerek. Lekin men zindonda yegona Alloh haqida so'zlayotgan hamda tushlarga ta'bir berayotgan heliq yaxshi kishining so'zlarini yana anglashni xohlayman. Bularning hammasi yaxshi ish. Lekin siz bu ishning xatarini tushunmayapsiz. Ularni davomli sizning ashunda xippi kirib olishingizga yo'l qo'ydi deb o'ylayapsiz. Deganlarimiz o'rinliq. Bu yerdan ko'chib ketaylik. Siz menga biz nada bo'lsak rizqimiz shu yerda degan edingiz. To'xtab turing. Bu yerga nima ishqa qushlar to'plashib olgan? Ah xudo, nima degan qo'rqinchliq. Bu odamni ilgari men uchratgan. Lekin nada? Bu muhim emas, tez mangayli. Esimga keldi. Bu odam zindondagi heliq yaxshi kishining hamrohlaridan biri. U beshidan non ko'tarib yurib, qushlar uning niyat tush ko'rib ekan. Heliq yaxshi kishi buningga oshi tushini ko'rgan odamlarga eslatgan. Qushlar uning beshini cho'qib yeydi deb ta'bir bergan edi. G'alati ish. Atrofiga nur tarqalib turadigan heliq yaxshi kishini to'limi siyg'in. Meni birdan saqlab turing. Mahbuslarning sonini oldingmi? Shundaq, ularni sanab chiqdim. Bir mahbusdan boshqa hammasi to'liqgan. Faqat Rostchil Yusuflar xususiy bir xizmat bilan podshohning huzuriga ketibdi. Bu mahbusni tizimlikdan chiqarib atgan. Bosh ustiga janoblari. Lekin nima ishqa? Ahvolni uqmadingmi? Bu odam podshohning tushiga ta'bir berish orqali zindondan qutulibdi. Podshoh oliylari uni Misrning xazinalarini bosh qo'shib tayinlabdi. Texitini mahbus edi. Bugun hukmron bo'pti. Alloh pokdir. Bo'riga qarg'ana. U tirikkan. Uni o'ltirib yetaymi, ha? Yo'q, to'xtab tur. Buni bog'lashib bergin. Men bo'ri ep sotadigan bir savdogarni taniyman. U bo'rlarni mumiyalab sardarlarga sotadi. Begin, buniga qancha berala? Sizlarga dedim-ku, bu menga kerak emas. Mendimi mumiyalangan bo'rdan necha o'ni bor. Uni 5-6 tangaga beraylik. Bir tangagimi ololmayman. Bu yoq kelib qarab beqala. Bu mallarning hammasi to'xtab qoldi. Bu kichik bo'rning o'g'lang'iniga uzun zamonlar bo'lib ketdi. Mana uning putidagi o't o'qyonlarining izi. Hozirga sotolmadim. Bozor bakka sotilishib ketdi. Mumiyalangan tulki yoki bo'rlarni oladigan odam yo'q. Shunga bu bo'rlarni olmayman. Lekin men Rostchil Yusuf Misrning xazinalariga bosh bo'lgandan beri bozor bag'an sira jalanib ketdi deb anglagan edim. Shundoq. Ko'p ko'zlarning bozori, ot va to'glarning bozori jalanib ketgani rost. Lekin mumiyalangan bo'rlarni setib oladigan odam yo'q. Shunga sizlarning bo'ranglarni setib ololmayman. Bu bo'rni boshqa savdogarlarning qishig'iga olib boqamizmi? Uni yo'tkash haqqi o'zining qimmatidan eshib ketgudak. Bo'ldilar, uni mushiyadlar qo'yib ketaylik.
Kechirgin qarindishim. Koshki seni qutuldira olgan bo'lsam-chi. Men seni ep ketay. Mush yerda o'tirishni yaxshi ko'rdim. Men to'g'ri bearam bo'lyapman qarindishim. Men sana o'xshash o't o'qiyasining ta'mini va etilgan toshlar bilan yorilishning ta'mini tetib boqdim. Lekin menga ishonginki, zulm his qilish hammadan azobli ekan. Men sizni mush yerdan topa oladiganligimni bilardim. Siz texmanmidingizmi? Ballarni yo'lning beshiga chopirib bo'lib, sizni yolg'iz tashlab qo'yishga ko'zim qiymadi. Men yolg'iz emas. Enam men bilan birga. Uni xotirjam uxlag'il qo'ying. Ballarimiz allaburun Falastin tog'lariga berib bo'ldi. Ular bizni saqlayotdi. Men uyimni va qarindishimni hargiz tashlab qo'yamayman. Siz nima desangiz shu? Biz berib yugidek bir narsa tepib kelaylik. Otimizga nima deymiz? O endi bizni bundan ilgari Yusufga qilganimizdek yana bir o'g'limgimi ziyonkashlik qilibdi deb o'ylaydi. Biz onunğa oğlunuz o'g'irlik qildi ata. Muhofizatchilar uning yuk taqalari orasidan podshohning narsini tepib oldi. Biz faqat bilginimizga guvohlik beryapmiz. Biz qandaqmi g'aybni bilalaymiz deydi. Garchi bu qitimqi ishlar amaliyot bo'lsa-mu, u bizga hargiz ishonmaydi. Sizlarning ilgirki jinoyatinglarga boy. Sizlar qarindishlarni quduq tashlab etib, uni meni gap ketdi deb da'vo qildinglar. Endi shu jinoyatinglardan qochib qutulmoqchimi? Ular jinoyatning jazosini tetibdi. Ularni shunday hasrat nadomat chekkan oldida qo'ying. Biz mang'aylik. Ogatli bo'ladi ekanman. Ularni hargiz bo'sh qo'ymayman. Men sizga xush xabar olib keldim. Nima xush xabar? Yaqub alayhissalom Misrga kelib yetibdi-dek. Uning ko'zi asliga kelganmish. U Yusuf alayhissalomning taxtda o'ltirish murosimiga qatnashish uchun oilasikilarni birga olib ketdimish. Yusuf texoyat. Shundoq, men sizga u patarda Misrning taxtida o'ltirdi ekan deyapman. Mening uni ko'gim bor. Sarang bo'ldingizmi? Ular bizni hargiz kirgizmaydi. Biz ularning nazarida bir bo'ra xolos. Lekin mening gunohsizligimning birdan-bir pokiti Yusuf alayhissalom. Bo'ra degan insonlarning nazarida mangu gunohsiz bo'la olmaydi. Men cho'qim berishim kerak. Hammalar mening gunohsizligimni bilish kerak. Aniq ko'rolmayapman. Texnik qirq berib boqaymi ekan. Bo'lmaydi, o'tinib qolay. Choyingizni jim turing. Men sizga ko'rganlarimni deb beray. O yerda cho'ng bir karvon bor ekan. Ularning ichida Yaqub alayhissalom, uning ayoli va bolalarım bor ekan. Cho'ng o'rnida bir to'p kishilar Yusuf alayhissalomni orqa ilib olibdi. Qannas, anglayotamsiz? Qannas, anglayotamsiz? Qanisiz? Oh, Tangrim! Qannas! Yusuf alayhissalomga bu bo'rini uchratganligimizda xabar qilaylimi? Bundaq arzimas xabar bilan janoblarning kayfiyatini bozma. Ana, karvon o'rniga kirib ketib yetibdi. Qara. Ular Yusufning oldiga kirganda Yusuf ota-onasini quchoqladi. Va Alloh xolisi Misrga omon esan kiringlar dedi. Ota-onasini yanada o'ldirg'izdi. Ular shohlarga ta'zim qilish odati bo'yicha Yusufga sajda qilishdi. U, "Ey ota, mana bu kichik vaqtimda ko'rgan tushimning ta'biridir. Parvardigorim u tushimni haqiqatan rostga chiqardi. Parvardigorim meni zindondan chiqarish va qarindoshlarim bilan mening oramni shayton buzgandan keyin sizlarni sahrodan bu yerga ib kelish bilan menga yaxshilik qildi. Parvardigorim xolig'ini ishga oshirishga haqiqatan tadbirlikdir. U haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir." Sadaqallohul azim. Heliqi oq ko'ngil bo'ra kishilarning o'zining pokligini jakarlashi yoki o'z haqida qayta hukm chiqarishini o'ylanib beqishi bilan xushal bo'lishni xiyol qilgan payti o'libdi. Muhofizachilarning biri o'z majburiyatini ado qilayotganligini hamda kishilarning hayotini aniq xatardan qutuldirganligini xiyol qilib turiblar, uni nishonlab etibdi.
Natijada bo'ri biz tasavvur qilib odatlanganimizdek vahshiylik va yovuzlikning simvoli bo'lgan peti qopdi. Heliqi bo'rimi Allohning Qur'onining o'zini oqlaganligini va uningga qilingan zulmga raddiya berganligini, shundaqla Yusufning qarindoshlarining ilm fikrini fosh qilganligini uqmayli o'lib ketibdi. القرآن زي ما دلنا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من المولى تعالى. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. الحيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى، التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى. المفروض اننا نتعلم من كل ده على فكرة ان العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الآخرة. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعض.